Ko'pchilik metandan ash turgan kamerani o'ylayaptiki, mibdan qarzim borligi uchun deb o'ylayapti. Mana metanning ichida turibmiz. Hech qanaqa bu qarz-marzga bas odamlarga deb tushunarli bo'lsin-da, xalq tushunsin. Noto'g'ri tushunyapti ko'pchilik mana shu kamerani nimaga qo'yilgan. Bu aslida mana metanga mashina kelyapti. Mashinaning nomeriga qarab turib, urib turib, orqasidagi mana olib keling-da. Olib keling. Orqasida gaz balloni bor, mana yangi gaz ballon turibdi. Gaz ballonning surogini ko'radi. Ispitaniyadan o'tib ketgan bo'lsa, mashina gapirib turib sizga gaz quyib bermaydi. Ya'ni gazingiz surogga o'tib ketdi. Portlash ehtimoli bor deb qo'yilyapti, xolos bu kamera. Bu kameraning ortiqcha muammosi yo'q. Video tarqatib, hali noto'g'ri tushunayotgan odamlarga tarqatib jo'natma, bu foydali mavzu, to'g'risi tushunmayotganlarga video tashlab berasiz. Ko'pchilik hozir noto'g'ri tushunib, mibdan qarzim bo'lsa, gazdan qarzim bo'lsa, svetdan qarzim bo'lsa, ashunga qo'yilibdi, uy-buyda o'ylashdi. Bu hech qanaqa muammo emas. Mashina nomeriga qarab turib, metanning surogini aytib beryapti, xolos shu. Like bosib video tarqatamiz, hali ishga ham tushgan yo'q, ishga tushsa shunaqa bo'ladi. Gaz balloni uchun xolos. Like bosib video tarqatib obuna bo'lamiz. Ko'pchilik metandan ash turgan kamerani o'ylayaptiki, mibdan qarzim borligi uchun deb o'ylayapti. Mana metanning ichida turibmiz. Hech qanaqa bu qarz-marzga bas odamlarga deb tushunarli bo'lsin-da, xalq tushunsin. Noto'g'ri tushunyapti ko'pchilik mana shu kamerani nimaga qo'yilgan. Bu aslida mana metanga mashina kelyapti. Mashinaning nomeriga qarab turib, urib turib, orqasidagi mana olib keling-da. Olib keling. Orqasida gaz balloni bor, mana yangi gaz ballon turibdi. Gaz ballonning surogini ko'radi. Ispitaniyadan o'tib ketgan bo'lsa, mashina gapirib turib sizga gaz quyib bermaydi. Ya'ni gazingiz surogga o'tib ketdi. Portlash ehtimoli bor deb qo'yilyapti, xolos bu kamera. Bu kameraning ortiqcha muammosi yo'q. Video tarqatib, hali noto'g'ri tushunayotgan odamlarga tarqatib jo'natma, bu foydali mavzu, to'g'risi tushunmayotganlarga video tashlab berasiz. Ko'pchilik hozir noto'g'ri tushunib, mibdan qarzim bo'lsa, gazdan qarzim bo'lsa, svetdan qarzim bo'lsa, ashunga qo'yilibdi, uy-buyda o'ylashdi. Bu hech qanaqa muammo emas. Mashinaning nomeriga qarab turib, metanning surogini aytib beryapti, xolos shu. Like bosib video tarqatamiz, hali ishga ham tushgan yo'q, ishga tushsa shunaqa bo'ladi. Gaz balloni uchun xolos. Like bosib video tarqatib obuna bo'lamiz.